Hashr maydoniga, qiyomatga bir bandani eltadi jahannamning labiga, do'zaxning labiga eltadi. Vaqtiki do'zaxga banda mutoji bo'ladiki, ko'radiki bor sher-i g'urronday hech kimga rahim qilmaydi. Shunday keyingi o'zini bir buraydi. Allohi mutol so'raydi, bandamdan so'ra, nima uchun keyinga qaraydi shu? So'ragan pillasiga, o banda, nima uchun o'zingni yurasan jahannamdan? Aytadi, ey Alloh, men dunyoga bu gumonga emas edim seni qibolingga. Nima gumon qileding? Men gumon qilgan edimki, Alloh taolo arhamur rohimindir. Eng rahim qilayotgan kishilarga rahim qilayotgan edi. Ona, ota, ahbob, do'st, hatto payg'ambar hech kimdir rahmi Xudoning rahmicha yo'q deb men gumon qiledim. Alloh taolo aytadiki, qad rahamtuka ya abdi, ey bandam, men rahim qildim. Olinglar buni jahannamdan najot beringlar. Har bir bandaga zarur va lozim shudiki, Alloh taologa nima bo'lsin? Gumoni neki bo'lsin. Yaxshi gumoni bo'lsin Alloh taologa. Valo meni duomda Alloh qabul qilmaydi. Valo men Alloh taoloning huzuriga qo'l ko'targiday o'zim yo'q. Gunoh va ma'siyat mendan ko'p sarurgandi. Valo falonini Alloh taolo duosi bilan o'zini jahannamga taylaydi. Qazovatlar bizlar qilamiz mardumning qiboliga. Qo'ying banda bilan Alloh taoloning o'z o'rtasiga. Har kimni gumoniga qarab Robbil alamin nima qiladi? Faysala qiladi. Alloh endi menga marhamat qilmaydi. Alloh menga endi sarmoya bermaydi. Alloh taolo endi menga tavajjuh qilmaydi. Hargiz banda navoyat bu gumonga bo'lsa. Hadisi qudsida Imom Muslim rahmatullohi alayhi rivoyat qiladilar. Alloh taolo aytadiki, ana inda zanni abdi bi. Men gumoni bandamda oldigaman. Har bir bandaga lozim va zarurdiki Alloh taologa gumoni nimasi bo'lsin? Neki bo'lsin.